Avtomobil o'yinchoq emas. Afsuski, ayrim ota-onalar bu oddiy haqiqatni unutayotgandek. Endigina velosiped haydashni o'rganish kerak bo'lgan yoshdagi bolaga avtomobil rulini ishonib topshirish esa nafaqat qonunbuzarlik, balki inson hayotiga nisbatan beparvolik hamdir. Andijon viloyatida o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida 4-sinf o'quvchisi otasining ruxsati bilan Spark rusumli avtomashina boshqargani, yana bir holatda esa haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan fuqaroning rulga o'tirgani va shu kabi qonunbuzarliklar aniqlangan. Mazkur holatlar yo'l harakati xavfsizligi masalasi hanuz dolzarbligicha qolayotganini yana bir bor ko'rsatmoqda. Otasimisiz siz, dadasi orqa o'rindiqqa o'tirib olgan 11 yoshli bolaga oldi o'rindiqqa necha yosh oldi o'rindiq aka? Yo'l harakati qoidalari inson hayoti va xavfsizligini ta'minlash uchun joriy etilgan. Biroq ayrim ota-onalar bu talablarni mensimay, voyaga yetmagan bolasini avtomobil ruliga o'tkazish orqali nafaqat qonunni buzmoqda, balki boshqalar hayotini ham xavf ostiga qo'ymoqda. 2026-yil 13-yil kuni Asaka tumani Yangisoy hududi davomida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Spark rusumli transport vositasini harakatlanib kelayotgan vaqtda rulda mana bu bolacha transportni boshqarib kelayotganligi aniqlanib, to'xtash ehtiyot choralarini ko'rib, transportni o'ngga olib to'xtatgan vaqtimizda rulda bu bola yana bir ukasi bordi. Ukasi yonida passajir o'rnida kelyapti, oldi o'rindiqda. Orqasida akamiz dadasiga bu bo'yicha tegishli tushunchalar va ko'nikmalar berib, transportni boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga topshirganligi bo'yicha ma'mur bilan rasmiylashtirib qo'ydik. Mana marhamat, barmoqni qo'yib qo'yasiz. O'g'lim Yahyoga 4-sinf mashinani boshqarib ketayotgan paytda Asaka tumanida GAI xodimlari to'xtatdi. Men orqada o'tirgan edim. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Andijon viloyatida o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida shu kabi qator qoidabuzarliklar aniqlanmoqda. Jumladan yana bir holatda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxs onasiga tegishli avtomobilni boshqarayotgan vaqtida to'xtatilgan. Bu holat ham huquq-tartibot xodimlari tomonidan o'z vaqtida bartaraf etildi. Kimning mashinasi bu? Dadam nomida ayamniki. Ayniki. Bilami ular ochib ketganingni? Xabari yo'q. Bundan tashqari, spirtli ichimliklar ta'sirida transport vositasini boshqargan haydovchining avtomobili jarima maydoniga joylashtirildi. Reydlar boshlanganidan beri sodir etilgan turli qoidabuzarliklar sabab 4000 dan ortiq avtomobil jarima maydoniga qo'yilgan. Ular orasida transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilingan 150 dan ziyod shaxsning rolga o'tirgani, 400 dan ortiq haydovchilik guvohnomasisiz avtomobil boshqarish holati, 100 ga yaqin ruxsatsiz oyna qoraytirish va 80 ga yaqin mast holatda transport vositasini boshqarish holatlari qayd etilgan. Yorug'lik o'tkazuvchanligi biridan biriga 100% yorug'lik o'tkazadi. Ko'ryapsiz? Oynalaringizni 2% yorug'lik o'tkazadi. Ruxsatnomangiz bo'lsa ham qalin tortishingiz mumkin emas. Hech kimga sir emas, ko'plab qo'poltuvda qoidabuzarliklar aniqlanyapti. Ya'ni ruxsatsiz old yon oynalarini qoraytirib olish holatlari, xodimni qonuniy to'xtash chorasiga bo'ysunmasdan ketib yuborish holatlari va hali haydovchilik guvohnomasiga o'qimasdan turib, eng asosiysi hali voyaga yetmasdan turib avtotransport vositasini boshqargan haydovchilar ham aniqlanyapti. Va ushbu holatlar bo'yicha xodimlarimiz tomonidan aniqlangan qoidabuzar haydovchilarga nisbatan qonunlarimizda belgilangan tartibda choralar ko'rilib, avtotransport vositalari vaqtincha saqlashlik uchun jarimaga qo'yilyapti. Yo'l harakat qoidalariga befarq munosabat ba'zan oddiy jarima bilan emas, balki og'ir va achinarli oqibatlar bilan yakunlanishi mumkin. Ayniqsa voyaga yetmagan bolaga avtomobil boshqaruvini ishonib topshirish nafaqat qonunbuzarlik, balki uning hamda yo'l harakatining boshqa ishtirokchilar hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.